Xo'p, qon aylanish sistemasi nimalardan iborat? Yurak va qon tomirlaridan, to'g'rimi? Qon tomirlari qaysilar? Arteriya, vena, kapillyar. Arteriya, vena, kapillyar, venasi. Aorta. Aorta, eng katta qon tomir aorta. Demak, qon aylanish sistemasi shundan iborat, xolos yurak va qon tomirlari. Yana nimadan iborat? Bu Boshqa narsa yo'q? yurak, qon tomiri. Qondan. Ha? Unda shular. Qonchi? Qondan. To'g'rimi? Demak, shulardan iborat. Yurak ayollarda kichkina 180 220, erkaklarda yirik va 220 300 grammgacha. Musht kattaligi odatda shakli ham shunga o'xshab ketadi. Seni chizadigan yurak emas, emas. To'g'rimi? Hamma shuni chizadi, to'g'rimi? Sizlar ham shuni chizasizlar, to'g'rimi? Bunaqa emas. Juda o'qsiz bo'yi va teshib o'tgan. Bunaqa emas. Nasıl yanlış? Hozir ko'rib olasizlar, videosini sizlar ko'rmagan bo'lsangiz, mabodo, ular ko'p ko'rgan. Demak, yurak bunaqa emas. Demak, kattaligi 220, 300, 180, 220. Xo'p. Yurak to'rtta kameradan iborat. To'rtta kamerani men bunaqa chizaman. 1 2 3 to'rtta kameradan iborat. Ikkita o'lmacha va ikkita qorinchadan iborat. Mana qorinchalar pastki tomonda, bo'lmachalar yuqori tomonda. Mana chap bo'lma. Chap bo'lma, o'ng bo'lma. Chap qorincha, o'ng qorincha. Mana to'rtta kamera shulardan iborat. O'ng bo'lma va o'ng qorincha orasida qanaqa? 3 tabaqali klap. Chap bo'lma bilan chap qorincha o'rtasida 2 tabaqali klap. Mana 3ta 2ta chizib qo'yapman. U turishi qanaqa bo'ladi? Hali Mers logotipi bor. Mana shu 3 tabaqali klapda turishi. Mana birinchi, ikkinchi, uchinchi tabaqali klapda hisoblanadi. Qon bo'lmachadan qorinchaga o'tishini ta'minlaydi. Qorinchadan qaytib tepaga bo'lmachaga chiqib ketmasligini ta'minlaydi mana shu klap. Vazifasi. Qonni bo'lmachadan qorinchaga tushishini ta'minlaydi. Qaytib tepaga chiqib ketmaslikka yo'l qo'ymaydi. Klaplar bir tomondan ishlaydi. Faqat kirish bo'ladi, chiqish bo'lmaydi. Ko'rsa, bu eshikka o'xshaydi mana. Eshik. Bu ikki tabaqali klap. Xuddi shuna bo'ladi. Birinchi tabaqa, ikkinchi tabaqa. Chap bo'lmachadagi qon mana men qon bo'lsa mana chiqib ketyapti. Endi bu klapni yopilganda bu tomonga ochiladimi? Yo'q. Ochilmaydi. Faqat bir tomonga ochiladi, to'g'ri? Mana xuddi shu klapni vazifasi shunday. Mana 3 tabaqali, 2 tabaqali klap. 3 tabaqali просто shuni qanoti 3 ta bo'ladi, uchalasi ochiladi, keyin baqalar yopiladi. Klaplar vazifasi shu. Yana qayta klaplar bor? Qon tomirlari. Chap qorincha bilan aorta o'rtasida bor. O'ng qorincha bilan o'pka arteriyasining orasida klaplar bor. Yarim oy somon klaplar bor. Yarim oy. Mana tumanlarda yarim oy somon klaplar bor. Qon tomirida, tumanlar qon tomiri bo'lsa, yarim to'sib turadi. Faqat bu tomonga ochiladi, go'ng yopilmasligini ta'minlaydi. Umuman klapni vazifasi shunaqa bo'ladi. Haqqanda. Bundan tashqari, vena qon tomirida o'zining klapi bor, keyingi mavzuda. Xo'p, endi qon aylanish doirasi. Katta va kichik qon aylanish doirasidan iborat. Katta deganiga sabab tanada butun tanada aylanib chiqqani uchun. Kichik deyishiga sabab faqat o'pkaga borgani uchun. Tushundingmi? Katta qon aylanish degani butun tanani aylanib chiqqani uchun katta qon aylanish doirasi, kichik qon aylanish doirasi faqat o'pka bilan bog'liqligi uchun kichik qon aylanish doirasi. Bo'ladi? Endi o'sha qon aylanish doirasini chizamiz. Katta qon aylanish doirasi qayerdan boshlanadi? Chap qorinchadan boshlanadi. Aorta qon tomirida qanaqa qon bo'ladi? Arteriya.
kislorodlikda orta qon tomiri maydalanib, arteriyaga aylanadi, ichidan so'ng arteriya, arteriola va oxir kapillyarlar bilan tugaydi. Shu qon tomiri chiqib kapillyarlar orqali barcha to'qima organlarga boradi. Barcha to'qima organlarga boradi. Jamiki to'qima organlarga borib, kislorodni beradi hujayralarga. Kislorodni berib, hujayralarda hosil bo'lgan karbonat angidridni o'ziga oladi. O'ziga oldi. Endi karbonat angidrid qonga, ya'ni vena qoniga aylanadi. To'g'ri? Vena qoniga aylanadi. Ketdi. O'ng bo'lmasiga quygan. Qaysi qonda boradi? Qaysi qonda boradi? Arteriya bo'ladimi? Alta. Qaysi qonda boradi? Kapillyar. Hadi. Savoy. Butun tanaga to'qima organlarga boradi. Mana orta qon tomiri chiqib, chap tomirni karbonat angidrid olib, vena qoniga aylanib turib, qaysi tomir orqali o'ng bo'lmasiga quydi. To'g'ri? Kapillyardan arteriyadan. Hafifler mi? Nerede dersin? Tabii zor bir ben. Has qon tomiri. 10 sekund. Nereden Arteriya qon tomiri. Bu yetdi. 8-sinfda bor, gaplar qarab turib topilgan. Ikkita qarayman. Qaysi bir? Yuqori ko'rgan. Ay, shunday tur. Opiga. Takrordan keladi, yana borada. Xo'p, yuqoriga olmaydi. Xo'p, desam dedi. Endi qolganini gapiramiz. Demak, mana shu yerga quyildi, bo'ldi, mana shu katta. Qonaylan sistemasi. Qonaylan sistemasi. Endi o'ng bo'lmasiga quyilgan qon, vena qoni, uchta vaqaliklardan orqali o'ng qorinchaga, ha? O'ng qorinchadagi qon o'pka arteriyasi degan tomir orqali o'zi nomi, tomirning nomi arteriya bo'lgani bilan ichidagi qon vena qon, to'g'ri? Bu borib, qayerga boradi? O'pkaga boradi. O'pkaga borib, o'pkaga beradi, karbonat angidridda bundan oladi, kislorod oladi. Arteriya qonga aylanadi. Kislorod qonga aylanib ketdi. Chap bo'lmasiga quyiladi. Qaysi qon tomiri? Pastga. To'rtta o'pka venasi orqali chap bo'lmasiga quyiladi. Endi mana bu yerda to'rtta o'pka venasi deyapti. Vena qon tomiri bo'lgan bilan arteriya qon chetlashdan teskari. Keyin chap bo'lmasiga quyiladi. Bu mana shu qon aylanishlarasi kichik. Endi chap bo'lmasidan chap qorinchaga tushadi. Yana aylanadi. Kislorod bilan almashinuv. To'rtta yurak kameralari hammasi bir vaqtda ishlaydi. Hammasi vaqt ishlaydi. O'ng bo'lmasi qisqargan paytda o'ng qorincha bo'shayadi. Tepadagi mana tepasida to'la suyuqlikni tasavvur qiling. O'zi suyuqliklar qon bo'ladi. O'shani bunday siqqanda, klapalar ochilib turib,
O 10 qorinchada bo'shashib turib, qardagi suyuqlikni o'ziga sig'dirib oladi. To'lgandan keyin endi klapinlar bekiladi. Endi mana 10 qorincha siqiladi. Siqilganda o'sha bosim bilan o'pka arteriyasi orqali o'pkaga qon boradi. Bo'lmasalar shunaqa ishlaydi. Bo'lmasa qisqargan payt bu bo'shashadi. Bu qisqargan payt bu bo'shashadi. Mana qisqarib qonni chiqarib olayotgan payt bu tepa tomon bo'lmasa bo'shashib turib, bu qon tomiri orqali qonni o'ziga olayotgan. Hammasi bir-biridan alohida ishlaydi. Va hammasini bir marta ishlab chiqish uchun 0.8 sekund vaqt ketadi. 1 minutda 60 sekund bo'lsa, shuni 0.8 ga bo'lsang, o'sha yurak 1 minutda ishlash chiqadi. O'sha 70-72 marta ishlaydi deb aytgan. Agar 60 marta urganda yuragimiz 1 sekundda 1 marta qisqarib bo'shashgan bo'ladi. O'rtacha odamda tinch holatda 70-72 marta uradi. Endi o'z sport bilan shug'ullanganda, bir hayajonlanganda, qo'rqqanda, xursandchilikda o'zgarib turadi. Tushunarlimi? Yurak bir marta qisqarib bo'shashganda qancha qonni chiqaradi tomirga? Qancha? 10 tonnaga yaqin. 70 millilitr qon tanaga chiqadi, tomirga chiqadi, qisqarib bo'shashi. Demak, 1 minutda mana 70 marta qisqarsa, bitta qisqarib bo'shashga 70 millilitr qonni chiqarsa, shuni 70 da, mana 70 millilitr 70 da Qancha litr? 1 litr emas, 4.9. Demek mana yuragimiz o'sha 1 soatda 5 litr qon oladi. 70 kilogramli odam misolida olinadi. Odatda 70 kilogramli odamda shu 1 minutda 5 litr qonni aylantirib chiqadi. 5 litr deymiz odatda, qonni o'zi aslida necha litr bo'ladi? O'zidan. Odamda 5 litr bo'ladi? 6 litr. Ya masalan, 5 litr. odam. Jizi ham odam. Mana bu odam. Masalan, Dilfush 30 kiloda. Masalan, Gavhar 50 kilo. 70 kilo. Men masalan 100 kilo. Hamma biza 5 litrdan. Yo'q. Ashaqa Menda ham kilo. 5 litr sizga 5 litr. 5 litr. Ha? 5 litr. har xil bo'ladi. Tamam. Har xil bo'ladi. Keyin 2 litrdan ko'p qarayapsiz, 5 litr bo'ladi. Xo'p, endi 5 litr deganda mana sal ishlatamiz miyani. Jichi tug'ildi. Jiji. 3 kilo tug'ildi. Unda ham 5 litr qon bo'lmaydi. Endi shunda ham 5 litr qon bo'lsa, o'zi qonni zichligi 1.1 ko'paytirsak, где-то 5,5 kilo atrofida chiqadi qon. Aytdim, kinolar bo'lmaydi. O'zi 3 kilo. Ana, Qayerdan nimaga unda? Nimaga qoldi? Nimaga ko'payapti? Ha, nimaga o'sha? Qayerdan ko'payadi? 1 sekundda qancha qon, qancha ursa yuri, o'shanga ko'paytiriladi. Hecham, bunday qon tabiiy bor, qon aylantiradi degan. O'sha yerda? Tashqaridan olib qo'shib olmaydi. O'sha yerda? Nega Bunda ham 5 litr bo'ladi, Faqat og'ir bo'lmaydi, yengil bo'ladi. Yo'q. tarkibida nimalar o'zgarishlar yo'q. Gemoglobi kattalashgan sari qonni ko'paysa kerak bo'ladi. 7%. Odamni tana massasini 7% qon. 30 kilo 100%, 7% X 2.1 57%, 3,5 107%, mana 100 kiloli odamda 7 litr, 50 kiloli odamda 3,5, 30 kiloli odamda 2,1 litr.
Shunani 3 kilogrammli tizida 210 millilitr qon bo'ladi. Ya'ni 200 gram qon bo'ladi. Shunadi. Qon necha litr bo'ladi odamda desa 5 litr deyilmaydi. 7% deyiladi. Qani massasi 7%. Chunki odam hamma bir xil 70 kilo bor. Shunadi. Tushunarlimi? Shu. Endi yuragimiz qanaqa gormonlar va nervlar orqali boshqariladi? Simpatik va parasimpatik nervlar orqali boshqariladi. To'g'ri? Simpatik nervlarimiz yurak ishini tezlashtiradi, parasimpatik nervlarimiz sekinlashtiradi. Gormonlardan adrenalin gormoni qayerdan chiqadi? Yurak usti bezini ikkita xabar. Po'stlog'i bilan mag'zi bo'ladi. Po'stloq va mag'iz qismi bo'ladi. Po'stloq qismidan bez chiqadi, mag'iz qismidan gormon chiqadi ikkalasidan. To'g'rimi? Yurak usti bezi aralashmaysizmi? Tashqi Sekresiya. Oshqozon, jigar aralashmishi. Jigar, oshqozon, skin. Yo, buyrak usti ham nima? Aralash. Tashqi. Tashqi bo'lish uchun, ichki bo'lish uchun, masalan, jigar bo'lish uchun. Ichki bo'lish uchun, tashqi bo'lish uchun organizmdan tashqariga chiqish kerak. Yo'q, chiqariladi-da. Tashqariga chiqarib olsa, Qon tomirlariga kiradigan bezlar, qon tomirlariga gormon ishlab chiqaradigan. Sekresiya. Qonga emas, ichakka chiqaradiganlar unaqa. Tashqi sekresiya deyiladi. Yo'q, tomirlarga qarang. Masalan, ko'z yoshi tashqi sekresiya bezi, to'g'ri? Chunki tashqariga chiqadi. Ichki faqat qonga so'riladi. Xo'p, mana bu qon tomiri ichiga tomsa yoki mana ichak tizimining ichiga tomsa, demak bular ichki, to'g'rimi? To'g'rimi? Organizm mana odamimizga odamdan tashqariga chiqib ketsa, demak bu tashqi, to'g'rimi? 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 Yo'q, nimaga? Tashqi sekresiya beziga boshqa ham borda, nima? Oshqozon devori bor, ichak devori bor. Qayerga chiqaradi oshqozon devori, ichak devori? Mana aytyapti. Ularning sekreti maxsus yo'l orqali ichki organlar bo'shlig'i yoki tashqi muhit teri sirtiga chiqadi deyapti. Maxsus yo'l orqali ichki organlar bo'shlig'iga ham deyapti. Aralashma qilsin yo tashqi? Tashqi muhit. Aralash ikkalasi ham. Ham tashqariga ham ichkariga. Tashqi. Qondan tashqariga kelgan. Organizmda ichki muhit degan narsa bormi? Qon va nima kiradi? Nima deysan? Organizmda ichki muhit deganmi? Qon limfa to'qma suyuqligi. Demak, qon limfa to'qma suyuqligiga tushayotgan gormonlar bu ichki sekresiya bezlari hisoblanadi. Tushundingizmi? Shu qondan tashqariga chiqayotganlar, ya'ni ichakka quyilayotganlar, organizmdan tashqariga chiqib ketayotganlar hammasi tashqi sekresiya. Nima yashirasiz? Yo'q. Siz zo'rsiz. Demak, ham qonga ham o'sha ichinglarga beriladigan aralashma. Qonga berilmasa, xuddi shunaqa. Demak, qonga ham qolmayapti, ma'lum bir qismidan chiqayotgan gormonlar ichki sekresiya, ichakka yoki tashqariga chiqib ketyapti. Bu tashqi sekresiya. O'sha ikkalasini bajarayotgan bez aralash bez hisoblanadi. Tushunarlimi? Masalan, jigar bo'ladigan bo'lsa, o't so'rib ishlab chiqaradi. Ichakka quyiladi. Ichakka quyiladi. qonga insulin. Qonga insulin ishlab chiqaradi. Insulin chiqaradi. Insulin. Insulin chiqaradi. Insulin. Qonga zo'rga bor. Qonga mana insulin oshqozon ekan. Hozir qon tomirlariga ishlab chiqarsa ichki, Gen boshqalarga ishlab chiqaradi. Gen Tushunarli? U tashqari degani organizmda ichki muhitidan tashqari degani-da. Tushundingmi? Tashqi sekresiya. Jigardan o't suyuqligi chiqadi, chakada degan bundan tashqari gen ishlab chiqaradi. O't suyuqligi vositasi nima deydi?
Ozaytirgan qo'ying. Qaysini? Suyuqlik emas. Shunaqa deb aytib ketdim. Ha, sizda yergan mahsulotimiz faqat yog'lar, qanchalik so'raysiz, qanchalik. Qolgan uglevod boshqa narsalar boshqa kelgan. Demak, shu buyrak suyagidan chiqadigan adrenalin va noradrenalin gormonlari, bundan tashqari po'stloq qismidan chiqadigan adrenalin, noradrenalindan tashqari yana qaysi gormonlar bor? Mineral suvlar parchalovchi degan, yog'lar parchalovchi degan. To'g'rimi? Uchdan chiqadi o'sha. Yurak suvi. Mineral moddalar parchalovchi, mineralni qattiq qo'yib degan gormon bor. Uglevodlar parchalovchi, uglevodga qattiq qo'yib degan gormon. O'sha gormonlar yurak suvidan. Demak, bundan tashqari gipofizdan chiqadigan o'sha aytgandek vazopressiya, antidiuretik gormon, adayerni yo'lda olganda nomini ham bilyapti. Nima? Antidiuretik gormon. Antidiuretik gormon. Tek O'zbekistonda ishlatilyapti, o'zi bilmasdan. Demak, o'sha gormonlar yurak ishini tezlashtiradi. Yurak ishini tezlashishiga sabab nima o'zi? Qon tomirlari qisqarishi. Qon tomiri qisqargandan keyin qonni bosim bilan chiqarishga majbur bo'ladi, yurak nagruza bilan ishlashga majbur bo'ladi. Bu shilenda suv sepayotganingda, shilenda o'sha vaqtda sepsangdan sepayotgan bo'lsa, shuni qisib olasiz, unaqa qilasiz. O'z shunaqa ishlaydi yurak. Qon tomirlari Jim tur. qon tomirlari shu qilaveradi-da. Xuddi shunaqa ishlaydi. Esimda shu o'sha qon tomirlarimiz qisilishi oqibatida yurak tezlashadi, qon bosimi oshadi o'sha. O'sha payt tana harorati isiydi. Tana harorati qancha bo'ladi o'zi? 37. Yo'q, 36. Yana oshiradiganlar bor? Endi buni fikri. 36. Hop, ikkita bo'ldi. Qancha? Bormi? 35-36. 35-36 sizga? Eng yuqori. So'rmagan. To'g'ri? 36. Demak, A, B, S, D, E variantlar bor. Hammasi belgilanadi. Xo'p, 36 8 gradus bo'ladi. Odatda harorat. Ha, hop 35 36 dedingiz. 36 dedingiz. Ben 36. A javob 36. B javob 36 Ha? H javob 36 8. Ha? D javob. Bu D javob 36 36 8 degan variantlar bor edi. Obama 36 belgiladi. 35 belgiladi, 34 belgiladi. Bunu belgiladi 36 8 deb o'tadi. Ha, 36 kim belgiladi? Ikki ham bizga taxmin qilib qo'ydik. Mana shu 36 36 8. Agar mana shu gradusdan jichcha tushsa ham bilinadi. Harorat tushib ketishi ham bilinadi. Mana shu 36 bo'lib qolsa ham bilinadi. 0.2 ga tushsa. Tushundingizmi? Agar mana 36 8 agar 37 istima bo'lsa ham bilinadi. Sal ham bilintiradi organizm. Bundan tushib ketsa istima tushib ketdi, bundan tushib ketsa istima ko'tarilib ketdi. Tushib ketish xavfliroq deyishadi. Ha? Ko'tarish qiyinroq. Ana qattiq qo'ygan bo'lsa kerak. Ya, zo'r bo'ladi. Lekin ko'tarilib ketsa tushirish oson. Qaraglardan bir odam bir o'zini bir oyog'i bilan borishga ham mumkin, aytsak. To'g'rimi? Ko'pchilik bor.
endi har naqa bo'lib ketmasa, bezga ketmasa, bezga urib ketmasa, oyog'idan borib qirilib bo'lib ketdi, yo'llar. Endi bitta beparozatlar kamroq o'qigan hamshira qilaversa, bitta qildi tushmadi, o'zi yana bir soat bittasi qildi. Tushmayapti, deb haligi odamga vahimat qilsa, yana bittasi qilsa, endi ikki barobar tushib ketdi. Shunaqa. Shu, endi undan tashqari qon tomirlari, o'qo'ylar, arteriya, kapilyar, battar, просто arteriya bilan vena nazaratoy qavatlari chiqadi, faqat venada klapan bor. Farq shu. Venani ichida klapan bor, o'sha klapan vazifasi nima? Qon arteriyaga ketib qolmasligini ta'minlash, faqat oldinga, ya'ni yurak tomoni. Vena qon tomirlar shu yurak tomoniga emas, o'pka tomoniga. Faqat o'pka tomoniga harakatni ta'minlaydi. O'pkada chunki karbonhidrat berish kerak, ko'mir kislorod olib, arteriya qonga aylanishi kerak. Shuni u karbonhidratli qon to'qimalarga yetib qolmasligi kerak. O'zi ular karbonhidratni ishlab chiqarib olamiz deb turibdi. Yana karbonhidrat kelib qolsa, keyin siqilib qolishadi. Yani cho'chib qo'yadi. Shunali nima qiladi? Yurak avtomatiyasi bor. Yurak avtomatiyasi yurakning muskullari muskul to'qimasini o'qiganlaringda adrenalin bergan, to'g'rimi? Skelet muskuli bor, sinir muskuli bor. Buni tashqi tomondan ko'rinishi skeletga o'xshaydi. Skelet muskuliga, ko'ndalarga, lekin odam ixtiyoriy bog'lanmasligi bilan sindiqlarga o'xshaydi. O'shaning uchun adrenalin bergan. Va buni muskullari bitta xususiyati bor, tok ishlab chiqarish xususiyati bor, elektrik tok. Mashinaga asosan qorinchalardagi muskullar qisqarib bo'shashga elektrik tok ishlab chiqaradi, o'sha tok hisobiga ham ishlab turadi. Masalan, qolgan organlarimiz qon orqali oziq moddani olsa, ish bajarsa, charchaydi, boshqa qiladi. Yuragimiz qon orqali ham oladi, undan tashqari tok ham ishlab chiqarib, o'zini-o'zi harakatga keltiradi. O'shaning uchun odamning yuragi to'xtab qolgan paytda tabiiy nazar tok berishi, shokka, unaqa shokka, narsalar butib tayyorlab tushadi. O'shanda sizlar tayyor olganlar bizga, qisillak tok bergan deb yopishib qolsa, keyin qirilib ketadi. Barcha ajratib olsam, bunday qilib ketdi. Ha? Shundan demak tok ishlab chiqarish xususiyati bor, bezakli tok. O'shaning uchun o'lganda endi odam jibin sug'urlar o'lganishmagan, sutdan o'sishlar yuragini yoki qachondir bir tovuq bir barma so'ysa, kimdir so'ysa o'shaga yuragi kimdir sug'urib olsang, ma'lum vaqtgacha o'lib qoladi. To'xtab qolgandan keyin fiziologik eritma bor, ya'ni osmotil suv. Osh tuzini eritmasa, o'sha osmotil suvni quyib turib, haligi yuragini olib turib, tashlab qo'ysang, ichida ham harakatlanadi. Damla mana hozir bir me'yorda qisqarib turganda shunaqa to'xtachilar, to'g'rimi? Agar anaqa ko'payib ketsa-chi, yurak masalan urish tezlashib ketsa-chi, qanaqa bo'ladi? Urish tezlashib ketadi. Urish tezlashib ketishi unda to'p ko'p ajralib ketadi. O'shanda mana kasalliklar haqida gaplashamiz. Ateroskleroz degan kasalliklar bor. Yurak qon tomirlarining ichi to'lib qoladi, yog' xolesterin moddalari bilan to'lib qoladi. Shiling katta, lekin teshik kichkina, muncha ko'rdi. Endi hali joyga qon bosim bilan chiqadi. Hali shilingni suv setyapsan, uchun razaq suvoqni jiddiy inachali joylar suv chiqyapti. Endi mana bu motor ishlab turibdi, motor bilan chiqaradi. Endi hali suvni boricha chiqarmay, yo shiling yorib ketadi, yo motor yorib ketadi. To'g'ri? Ushab turadi. Bosimdan chiqaryapti. Xuddi shunaqa yurakni ichashini yog' shlaklar bilan to'lib qolgan payt yurak nagruska bilan ishlayveradi. Bu asosan yosh o'tgan sari shunaqa bo'ladi, ko'pchilik darrina biladi. O'shanda nagruska bilan ishlaydi. O'shanda mayda qon tomirlar yorilib ketib, kimdir insult bo'lib qoladi, miyasiga qon quyib ketadi. Ko'pchiligi bu kilar bilan ishlamaydi.
bu yarim oy sumalkalardan yoki 3 tabaqalikilar bilan mana qisib turavergandan keyin mana klapin kengayib ketadi. Hozirgi aytgandek yorilib ketadimi? Kengayib ketadi, natijada haligi vazifasi mana bitta qon tepaga chiqarmaslikdir. Endi tepaga chiqadigan ham bo'lib qoladi. Tushundingmi? Ko'p davleniya bo'laversa, o'sha qari enalarni qo'qlaymiz bo'lsa, masalan, davleniya bo'lsa, doktor ko'p keladi, o'sha gapini eshitsa, o'sha klaplar tengib qolgan deydi, yuragingizdan ayg'oqga tushadi deydi. Jab bo'lmay qolganda, biznikilar bo'lmay qolganda ishlatadi. Keyin stent qo'ydirib, yuragiga noqonlarni o'sha klapni qo'ygan. Yo'q, aytdi. Shu nagruska bilan ishlaydi. Ochadi, trombdanmi? Tromb bo'lib qolsa, masalan, prujinam qilib qo'yishadi. Xatomga u ham shunaqa stentmi? Tromb qon laxtasi mana. U boshqa narsa ekan. Trombositlar. Boshqa stent qo'yadi. Tromb qon laxtasi. Qonning ilib qo'ygan qaytadi. Endi qon bunday kelib turmaslikdan bor teshikdan zo'r bo'lib qo'yadi. Buni endi qanaqadir dorilar bordir bilmadim, lekin o'sha toza havoda sayr qilish, jismoniy mehnat bilan shug'ullanib, o'sha yerlarni tozalash mumkin. Parhezga rioya qilish kerak, bunaqa yog'li iste'mol qilmaslik kerak. Kecha masalan yo'lda borganda oshli, bog'ni qilib ko'ray. Yo'q, yo'qsa. Meni Mana menga o'xshadi. O'shanaqa qilmaslik kerak. O'shanaqa qilib bo'lsa, shunaqa kasalliklarga sabab bo'ladi. Hop. Nima yani? Yurak avtomatasi shu. Tanadan olingan ma'lumotga ishlab turish. Biz tajriba qilganmiz, masalan, universitetda baqani, xuddi senga aytgandek, baqani yorib, yuragini olib ko'rgan, urib turgan, kemsiyada yetmab turib, musiga tortgan, undan urib turgan. Baqa o'rganmaydi. Avvalo. Yana. Ber bu. Kasalliklar. Yurak yarim ishlash mumkin. Yurak yarim ishlash mumkin emas. Meni buvam rahmatli o'tib qolganda, to'xtada aytishganda, men kichkina bu paytda aytganki, yurakda ozgina qismi ishlab turgan. Yo'q, yurak ozgina qismi emas, yurak zo'r ishlayotgan bo'lishi mumkin. Motorlar, kameralar hammasi ishlaydi, faqat sekinroq ishlash, bo'shashi, hali qisqarib bo'shashayotgan bo'lishi mumkin. Bir tomon ishlashi, bittakilar ishlamay qolishi bu mumkin emas. U qon aylanish doirasi buzilib ketadi. Birinchidan umumiy iloji, ikkinchidan ekran bilan turibdi deb baqaniga o'xshatib qolgan. Aralashib ketadi. Aralashib ketsa bu sovuq qoladi, aylanib yashamaysan. Shuning u bo'lmagan. Endi hatto tushunarliroq qilib gapiriladi, nima doktorlar. Endi hamma o'qimagan, men hozir o'qimaganlarga doktor bor, chaqirmaydi, ustavarlarni buzib qolib tushunmaydi. O'shaning uchun xalqqa tushunarliroq qilib, soddaroq qilib tushuntiriladi. Yurak yorilib ketdi dedi-yu. Xotinlarga. Men o'lishmadi masalan, yurak yorilib o'ldi dedi-yu. O'shanda rosa Yerda bo'ldi degan ibora uchun. Ya. Yurak yorilib ketmaydi. Yo'qotma yorilib ketadi. Yo, yurak tasavvur qilganda bum bo'lib yorilib o'lmaydi. Yurak to'xtab qoladi shunchaki. Bu refleksga o'xshaydi. Signal ortiqcha berilganda refleksda tormozlanadi-ku. Masalan, yo'lda ketayotgan hayot surib, milliy sertifikat qachon bo'ladi, qonun ketyapti deb, hech o'tib o'tibsan-da. Mashinaga keltirib, endi fura kelib qoldi. Signallar hop berib cholsa, sen yugurib o'tib ketmaysan o'sha paytda. Mayli qarab qolasan. To'g'ri. Ayog'ing ishlamaydi. Qocholmaysan. O'shaning uchun odamlar mashina urib ketadi. Uzoq signal joyida. Cho'qib ketib kelganda urib ketadi. Uzoq uzib cholsa, qop-qop bo'lsa-da, badaysan qochasan. Signal kamroq beradi. Ortiqcha bo'lib ketganda refleksda shunday tormozlanib qoladi. Yo'qoladi. Kel. Yana bir marta chizdim. Keyin o'shaning uchun hali ta'sirchan bo'lmasligi kerak. Xo'pmi? Ketyapti, argendan bittasi kelib turib, bitta o'qisa, ta'sa, bu yuragim shu holatdan o'qib yerga yotib oladiganlar bor. Shundan ta'sirchan bo'lmaydi.
Chunki bilib bo'lmaydi, ketayotganda antenna kiyib qolishi mumkin. To'g'ri. O'shanaqa bo'ylab yurib, faransilar desang, yo o'shanda yuraging refleks to'xtab qolishi mumkin. Yoki qandli diabetga sabab bo'lishi. Sarxan kasalligiga sabab bo'lishi. Sarxan ayasiga sabab. Davosi yo'q. Davosi Davosi bor endi qiyin. Yo'q. Buni ichimga oladi. Biz davoga. O'shanaqa netib ketib qoladigan bo'lsa, keyin bo'laklarga bo'lishadi. donorlikka topshirishadi. Bitta joyga kesilib qolsa, masalan, ayani kesib qoladi. Tajinni kesadi, ayani tizini dasini kesadi, keyin sonini kesadi, o'zi qanday hicha qo'ygan. Sirib ketadi. Nima, saharda naqala ishlab chiqarilmas ekanmi? Yarab bitmas ekan. Ana. Nasibda bo'lishi kerak. Hech kim sahar bo'lmasligi uchun. Endi peshanada endi avval o'sha ta'sis ham bo'lmasligi kerak-da. Ortiqcha xushvaqtchilik ham, ortiqcha xafachilik, qalaylik bo'lmasligi kerak, qalaylik kerak. Melanxoliya ham bo'lmaydi. O'rta samimiylikda bo'laveradi. Rasmiy. Xo'p, tushunarli? Ha. Yana nima bor? Bo'ldi, yaxshi. O'qinglar. Yuraylar sarisi, siz to'g'ri. O'sha jiyaso. Resmi? Starisi. Endi ana testda tushadigan vaqt ko'p, sizga ham beradi. Davlatlar. Ana qorincha qisqargandagi